Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston tarixda ilk bor futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqdi. O'zbekiston 34 yil deganda jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Aytish o'rinli bo'lsa, O'zbekiston tarixi 5-iyun kuni qaytadan yozildi. Jahon chempionati 2026 turniri Osiyo mintaqasi saralash bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi O'zbekiston milliy terma jamoasini o'zining Al-Nahayyon stadionida qabul qildi va Timur Kapadze boshchiligidagi O'zbekiston futbolchilari o'yinni 0-0 hisobida yakunladi. O'zbekiston prezidenti futbolchilarga qo'ng'iroq qilib, ularni birma-bir mundialga yo'llanma bilan tabrikladi. Futbol assotsiatsiyalari xalqaro federatsiyasi FIFA rahbari Gianni Infantino ham uzoq kuttirmay video tabrik bilan chiqib, O'zbekiston milliy terma jamoasini yutuq bilan tabrikladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga tabrik maktubini yo'lladi. Davlat rahbari futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari va murabbiylaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra milliy terma jamoa bosh murabbiyi Timur Kapadze va jamoaning 25 nafar o'yinchisi O'zbekiston iftixori unvoni Futbol assotsiatsiyasi prezidentining birinchi o'rinbosari Ravshan Ermatov fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. Shuningdek, ularga prezident sovg'asi BYD avtomobillari topshiriladi. Bundan tashqari, O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Srechko Katanes hamda uning yordamchi murabbiylari Vlado Radmanovich, Alesh Chexlar do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Futbolchilarga mukofotlarni topshirish marosimi kelgusi haftada o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Qatar milliy terma jamoasi muhim o'yin oldidan o'z safini yangi iste'dodlar bilan boyitishga qaror qildi. Mamlakat futbol assotsiatsiyasi rasmiy matbuot xizmati xabar qilishicha, Qatar milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Xulen Lopetegi Osiyo saralash bosqichi doirasida O'zbekistonga qarshi bo'lib o'tadigan juda muhim o'yin uchun 2 yosh va iqtidorli futbolchini chaqirgan. Mazkur uchrashuv oldidan tarkibga taklif qilingan futbolchilar Muhammad Ayash va Nabil Afram bo'lib, ular milliy jamoa safida debyut qilish imkoniyatiga ega. Har ikki futbolchi ham mamlakatning futbol muxlislari tomonidan katta umidlar bog'lanayotgan yosh va istiqbolli sportchilar hisoblanadi. Muhammad Ayash hujum chizig'ida o'zining tezkorligi va dribling qobiliyati bilan tanilgan futbolchi bo'lib, uning maydondagi faol harakatlari va tezkor qaror qabul qilish mahorati Qatar terma jamoasining hujumkor o'yin uslubini yanada kuchaytirishi kutilyapti. Nabil Afran esa maydon markazidagi o'yinlarni yaxshi nazorat qiluvchi va jamoaviy harakatlarda muhim o'rin tutadigan yarim himoyachi. Afranning milliy jamoaga qo'shilishi orqali Qatarning o'yin ritmiga o'zgarish va yangilanish kiritilishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. Qatar bosh murabbiyi mazkur futbolchilarni tarkibga jalb qilish orqali O'zbekiston terma jamoasiga qarshi uchrashuvda g'alaba qozonishni va saralash bosqichidagi mavqeini yaxshilashni ko'zlamoqda. Shuningdek, u jamoadagi raqobatni kuchaytirish orqali futbolchilarning maydondagi faolligini yanada oshirishga umid qilyapti. O'zbekiston milliy terma jamoasi ham ushbu uchrashuvga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda va Osiyodagi asosiy raqiblaridan biri bo'lgan Qatarga qarshi o'yinga katta ahamiyat bermoqda. Garchi O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan bo'lsa-da, ushbu uchrashuvdagi g'alaba O'zbekiston milliy terma jamoasini FIFA reytingidagi o'z o'rnini yaxshilashga yordam beradi. Hozirda O'zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida 1437 ochko bilan 57-o'rinda, Qatar terma jamoasi esa 1457 ochko bilan 55-o'rinda bormoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi bugundan Toshkentda mashg'ulotlarga kirishdi. Tayyorgarliklar yaxshi ketyapti. Oxirgi o'yinimizni ham muxlislarimiz oldida g'alaba bilan chiroyli yakunlab qo'ymoqchimiz. Oxirgi bu siklni ham. Shuning uchun mana bugundan kechagina tiklanish o'zimizning gastitsamizda mehmonxonada bo'ldi. Bugundan mana maydonga chiqib, bugun erta tayyorgarlik ko'ramiz. 10-kuni Xudo xolasa muxlislarimizga bayramga yana ham bir bayramona kayfiyat ulashishga butun jamoa bilan harakat qilamiz. O'z-o'zidan hissiyotlar o'zgacha, lekin shaxsiy o'zimni olib qarasam, haliga to'liq his qila olmayapman shekilli nimalar qilib qo'yganimizni. Bolalar ham endi Xudo xolasa 10-kundagi o'yinni g'alabadan keyin ham o'zimizning muxlislarimiz ongida butun 100% his qilsak kerak deb o'ylayman.